Qizlar uy kanal muxlislari, navbatdagi obzorimizni olyapmiz. Ya'ni hovli so'ragan aka ukalar uchun mana bu hovli sotiladi. 3 xonalik. Bu yangi uy qurilgan. Mana bu hovlisi, mana bir 3 tami mashina sig'adi. Mana bu birinchi xonasi. Bu mehmonxonasi. Mana bu yerda parnik, mana bu koridorni gaz, bu spalni xonasi. Bu yangi uy qurilgan. Bu 8 sotiqli hovli. Bu yangi hojatxona, vannasi, parkingi ham bor. Uy mana shu holatda devor tashlanadi. Bu yerdan mana bu yergacha devor bo'ladi. Mana shu yergacha. Mana parnik. Mana bu yangi qurilgan hammomi. Mana bir 8-10 metrlik parnigi bor ekan. Bu yerda kanalizatsiya bor, suv zo'r, gaz zo'r. Mevali daraxtlar ham bir 20 ta bor ekan bu yerda. 20 ta mevali daraxt. Mana shu uydan mana shu yergacha devor bo'ladi. Qolgan hammasi 8 sotiq bo'ladi jami. To'liq ma'lumotlar 88lik 075 0975 kelib savdolashib ko'ringizlar yoki ma'lumot olingizlar. Bu narsa esdan chiqib ketibdi. Bu parnikni yonida yana bitta kladovka xonasi bor. Kladovka xonasi, tandir, o'choq, molxona. Mana aytdim-ku, 10 metrmi uzun. Kladovka yana bitta. Chorvachilik qilishga ham juda qulay narsa ekan, joy ekan. Mana endi obzorimizni ham yakunladik.